Короче, video boshlansa oldin like bosib qo'yilaman. Yana sizlar bilan Habib kelar. Ovoz berdi. Like bosib obuna bo'linglar. Hoy Grox, u mani uyimda jin ursin. Grox, hoy, uzr, kech qolganim jo'q. Biratan qayerda eding? Shaxta dedim. Yo-mayo. Biratan, buni qayerdan olding? Bitta narsa aytsam, obog'ini surishtiring. Bilasanmi? Sani lavozimingni oshiraman. Nima? Qanaqa yana lavozim? Kel Qurbaqajon, senga nima qilish kerakligini ko'rsataman. Biza hozir boshqa qishloqlarga borib sog'liq yig'amiz. Agar bu ishni qilishmasak, ko'rdimizga qilishadi. Qani yura qol. Menga yoqa boshlayapti. Mana biza birinchi o'maradigan u qishloq. Qani tish kelib ko'rish kerak. To'g'ri, yaxshiga o'xshaydi u. Hoy, menga o'q tanlama. Men seni instruktoringman. Yaxshi, xo'p. Qani senga nima qilish kerakligini ko'rsataman. Hoy, eshikni och. Hozir sog'liqman. Mana sog'liqim. Valla shunaqa qilib olasan va bo'ldi. Endi sen navbating bo'la qol. Qurbaqajon, senga ishonaman. Uni uyini senga deb qo'yaman. Xo'y, hozir soliq mavsumi. Короче, ol. Men soliqlarimni xo'sh, zo'rmi? Qurbaqajon, bu men orasida eng zo'r edi. Xo'y, hozir soliq mavsumi. Ha, mana oling, mana soliqlarimni. Men endi soliq yig'uvchiman. Voy, sen hozir soliq mavsumi. Xo'p, mana oling, mana soliqlarimni. Yaxshi, bu yil soliq yaxshiga o'xshaydi. Voy, eshikni och, hozir soliq mavsumi. Ha, oling, mana soliqlarimni. Voy, kechiring, menda yagona narsa mana shu. Bashona qo'y. Voy, hozir soliq mavsumi. Mana oling, soliqlarim. Aytgancha, qaytganingiz bilan Habib kelar. Короче, obuna bo'linglar. Voy, ketdik, biza soliqlarni beramiz. Yo-mayo, qani kelinglar, menga soliqlarni topshiringlar. Voy, mana uylargangisi. Grox, sizga qanday nimalar olganimni qarang. Voy, kun botyapti. Yaxshisi, men uyimga qaytsam bo'ldi. Voy, bu axir soliq yig'uvchi-ku. Ha, endi men shuni sen o'zi har doim ma'lumotli o'quvchi nima? Sen menga idingdan qo'y degandek-ku. Bilasanmi, sen hech qanday imtihonlarni imtihonsiz yengding. Короче, bashondan qo'y. Endi surbotan, sen endi bu. Mana bo'la qol. Voy, to'xtanglar, bu axir birinchi darajali soliq yig'uvchi-ku. Ha, bala, zaybar qilinglar. Men o'shaman, men aytganim qiling, o'sha ko'chalarga sahnaga chiqib bir narsa deyishmi? Albatta deyman. Qaranglar, sizlarga zo'r narsa aytmoqchiman. Короче, meni hurmat qilinglar. Voy, xudoga shukr. O'zicha endi zo'rlarda baribir. Yo, naxuy nima qila olasanlar? Aytlaringchi, nima? Men senga mana boboy qanaqa shunaqa pullarni qayerdan olar ekan? Bu hozir shug'ullanamiz. Mayli, menga qo'y. Gaplashamiz. U menga ishonmaydi. Voy, sen o'sha Qurbaqaga ishonasanmi? Yo'q, men ham. Ashi ishongib kelmaydi u. Bu nimani yashirsachi? Hoy, hozir bazaga ketyapti. Men ham hozir bazaga boraman. Uni qanaqa ko'rmadi-ya? Meni ko'rdimi yoki ko'rmadi? Yo, shunchalik to'poy bu odam. Voy, jali tezroq qo'yish kerak. Bu o'ldirib qo'yishi mumkin. Voy. Sekin, rejamiz quyidami? Albatta. Unda ocha qol, biza ketdik. Voy, pastga san bilardim unga ishonchliligini. U Groxni go'daga kirib ketdi. Mayo. Tezroq tushsangchi, ish qilib hech kim yoniga olmaymisan? Albatta. Songa yana bitta rejamni tunchilib o'tiraman. Yo, dali bo'la nima? Qishloqlarni yig'dim. Endi ular biz bilan birga Groxni yo'q qilamiz. Qachon jang? Seshanba kuni jang boshlaymiz. Hammalar bostirib kirishadi qasrga va biz bu o'zimizga qilamiz va daslarni ko'targa tiqamiz. Yaxshimi? Bu o'g'ayin bilasanmi? Menga juda ham yoqdi-ku, lekin hech kim bilmaydimi? Yo'q, albatta. Kim bilishi mumkin? Ularni aniq ko'rdim. Mana shu haykallar ko'taga kirib ketishganda.
aniqmi? Aniq taniq qanaqa kiramiz. Voy yo'mayo, ular bizani kimdir topishganga o'xshaydi. Jinosa fosh bo'lib qolamiz. Voy, qara pastda suv bor. Jinosa ko'zim xira ko'ryapti. Yaxshilab tezroq kel. Erkajon, mana bu jetillarni bekat. Ular ko'rib qolsa tez kirib chiqishadi hamma joyi. Okey, mana bo'ldi. Voy, to'xta, qurbaqajon. Voy, jala, qatta bu. Voy, qo'lingizni ko'taring. Voy, nimalar bo'lyapti? Zapal bo'lyapti. Shundan qo'y. Qani bor, qo'lingni ko'tarib. Sizni himoya qilamiz. Qarochi, shundan o'ldirishsizni. U boymas deb o'ylardim. Ma senga uysaz. Iplo. Davay, otinglar uni. Voy, to'xtanglar. Yo'q. Nimalar qilib qo'ydinglar? Qarochi, qurolingni tashlab, biz seni o'ldirmaymiz. Mana shular ko'rdinglar. Bo'ldi, sani ishonib bo'lmasligini bilgandim. Endi Grokstondika. Yo'q, bu yoqqa Grok seni kutyapti. Yo'mayo, yoqqa yo'q. Sen endi qamoqxonada shu yerda 50 yilin. Voy, men bu yerda 50 yil o'tiribman. Sen endi bu yerda 50 yilingni o'tkazasan. Yarim yil nima? Qanaqa 50 yil? Men bu joyda o'tkazmayman. Pashondan qo'y. Bela pashon. Yo'mayo, nimalar qildi? Voy, qurbaqajon bizni sotadi deb o'ylamagandim. Voy, qanaqa. Groks, meni qutqarganga keldim. Yo'q, albatta. Sen bunaqa qilasan deb o'ylamagan. Groks, kechir, men bunday qilmayman. Bilasanmi? Men seni ozod qilasanmi? Yo'q, men seni ozod qilma. Iltimos, ozod qil. Qarochi, pashondan qo'y. Tushundingmi? Yo'q, Groks, iltimos, yedingni qo'y. O'zingni qilingni yig'ib ol shu qamoqxonada cho'masam. Voy, jinosa. Hali soatim o'tmadi-yu. Voy, sen og'ayni qalaysan? Sen kimsan? Men bu yerda 128 yildan beri o'tiribman. 1, 2, 8. Chunki men o'zi qamalganman. Voy, nima bo'lgan? Xullas, Groksni xotini bilan o'sha ishni qilib o'tirganimda zapal bo'lganman. Kirib qolganda Groks o'shani yomon qilgan. Endi shu yerda 128 yil o'tiribman. 1, 2, 8. Xullas, soatlab o'tdi, minutlab o'tdi. Voy, Nursi hozir qorni ochdi, lekin hozir shug'ullanish vaqti. To'xta, nima bo'ldi? Voy, qornim ochganda shuni berishsimi? Mayli. Nima deyotgandim? Xullas, hatto sizlar obuna bo'lib, like bosib yordam beringlar, lekin hozir bitta gap, shug'ullanish vaqti. Boyagi gapim. Xullas, qurbaqajon shundan keyin shug'ullanaverdi, lekin Groks uni yaqin orada ozod qilmoqchi emas edi. Va shu bilan shug'ullanaverdi. Qani bo'la qol, bo'l. Men o'zimni xuddi temir asbobdek his qilyapman. Qoyilman. Sevet nima? Voy, salom. Yur mana ortimda. Men seni ozod qilaman. Nima, sen kimsan? Men to'g'risini aytsam, o'sha boboyni shogirdiman. Bo'pti, bo'la qol. Yursa-chi, ortimdan yur. Ketik, Groks. Xayr do'stim, xayr, senga ham omad. Bo'pti, 128 yildan keyin ko'rishamiz. Voy, yura qol. Qani qolib ketdi? Groksni ko'rmoqchi ekan. Voy, qurbaqajon, gulbaqis. Yo'q, qoch, qarochi, bunga e'tibor berma. Yo'q, qochinglar. Voy, jala, tezroq bo'l, bo'pti. Men nima qilay? Bo'la, otsang-chi, Groks. Ular to'xtab tursa, bo'la, geymisan, otsang-chi, bo'l. Qochdi, mana shu yerda. Tutolmaysan, kal. Groks, qolib ketdi. Nima? Ishonchigami? Yo'q, men ular yetib olishyapti. Qani bo'la, qo'ysang-chi, tusha qol. Yo'q, Groks, uni otolmaymiz, bo'lsang-chi. Bu eshikka emas, albatta. Qaqa, voy, keting, qocha qolsang-chi. Ashona qo'y, bu yoqda o'tib qo'yaylik. Yo'q, pastga tushamiz. Yo'q, boshi berkuvchi. Yo'q, dali, endi nima qilamiz? Jim. Voy, Groks, bo'lmaydi. Ular qurollar olib askar kutayotganda, keling, tushmaylik. Yaxshi bir ikkita odam olib kirib tushamiz. Keting, yo'q. Yo'q. Ular ketishdi. Lekin ish ortida bo'lishi ham mumkin. Xullas, bizni bu yerdaligimizni hamma biladi, o'shaning uchun ketdik, qochamiz. Sekingina, bilasanmi, senda qurol bormi o'zi? Afsuski, menda qurol yo'q. Qurol bo'lsa aytadim. Bunga esa qarab. Nega bunga hali yoshlik qilasan? To'g'riga o'xshaydi. Mayli, ketdim. Voy.
Bu eshikda hech narsa yo'q deb tasavvur ham qilib qo'yibha. To'ppa-to'g'ri nega bunday qilishyapti? Nega bu qilyapti hozir? Voy, bizga yordam beringlar, iltimos. Bilasizlarmi, keyingi safar xafa bo'lmanglar. Voy, ketdik. Men bilmayman, короче ketdik. Oy, yomma-yo, yorliqlikni ko'rmaganimga 10 yil bo'pti yoki ancha. Bilmadim, sen hali 10 yilga o'tmading. Qo'y, to'g'ri aytasan, necha yil bo'lganini hatto men ham bilmayman. Qani ketdik. U hozir kelib qolishi mumkin. Kodlaringga tiqaman.